Wow, tabiat qaranglar zo'rligini video oxirigacha ko'rsanglar, shu joy lokatsiyasi bilan kuksini haqiqiy retseptini beraman. Birinchi bo'lib machonka xamirimizdan muzdekini suvga bo'ktirib qo'yamiz. Yumshoqqina 1/2 kilo virusga go'shtini somoncha qilib to'g'rab, 1/2 piyola soya bilan qovurib olamiz. 2 tuxum ham atalab, omlet qilib pishirib olasiz. 100 gramcha karomni ham to'g'rab, soya bilan aralashtirasiz. Pomidor, bodringlarni ham somoncha qilib to'g'rab olasiz. Eng muhim joyi murisini o'rgataman. 1 litr suv, yarim bog' ukrop, 1 dona bodring bilan pomidorni qirg'ichdan chiqarib, 3 dona chesnoni ham qirg'ichdan chiqaraverasizlar. 1 osh qoshiq tuz, 6 qoshiq shakar, yarim osh qoshiq koreyskiy tuz, 2 osh qoshiq soya sos, 1 osh qoshiq uksus, 1 kosa muz. Samizani bitta qilib aralashtirib olamiz. Muzdek suvda turgan xamirlarimizni ham suvdan to'kib olib, endi idishlarimizga hamma mahsulotlarni bitta qilib joylaymiz. Ustidan muzdek murisni quyasiz va yeysiz. Voy, bunaqa tabiatda, bunaqa maza juda ham idealniy tanlov. Endi va'da qilgan lokatsiyamni aytaman, faqat ogohlantirmading demanglar. Qumsoq tomon ketayotganinglarda yo'lda radarlar juda ham ko'p. Neoline X-Scope 8800S ulardan oldini aniqlab, sizni ogohlantirib boradi. Shundoq kristaldan 1 kilometr tepaga chiqsanglar, chap tomoningizda shunaqa tapchanlar bor. Seni bo'lsa retseptini saqlab olinglar.